Kimda oyog'ida, tirnog'ida problemasi bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'rishingizni maslahat beraman. Agar sizni gribok, oyoq sasishi yoki tirnoqdagi har xil kasalliklar bezovta qiladigan bo'lsa, sizga foydali bo'ladigan ajoyib retseptni qilib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Buning uchun bizga 2 qoshiq chayni soda, 2 qoshiq limon kislotasi va 50 gram 9% usiz kerak bo'ladi. Bu yerda chayni soda antiseptik vazifasini bajaradi. Limon kislotasi esa gribok tuxumlarini o'ldiradi. Bu protsedurani 1 hafta davomida qilsangiz, oyoqdagi problemalarning hammasidan qutulasiz. Smesni tayyorlab, tirnoqlarimizni mayda shotka orqali yaxshilab tozalaymiz va 15-20 minut oyog'imizni ivitib qo'yamiz. Natijaga erishish uchun bu protsedurani 1 hafta davomida har kun qilishingizni maslahat beraman. Hammaga yaxshi kayfiyat va sog'lik tilayman.